Sarsona. Ushbu hikoya Zuhra ismli qizning hayotidir va o'zi so'zlab bergan umr qismati. Eshik ochilganini aniq sezdim. Ko'zlarimni ochishga qo'rqdim, ammo qiziqqonligim ustunlik qilib, asta ko'zimni ochmoqchi edim. Burnimga kelgan kuchli do'qi hididan bu Ali ekanligini payqadim. U nima qilyapti tungi soat 2 da? Miyamga uni kuzatish keldi-yu, bilintirmadim. U nimanidir qidira boshladi. Yotoq chetidan aylandi-yu, men tomon kelib kiyimlarimni tita boshladi. So'ng nimadir topdi. Bir muddat tinchib qoldi. Asta xonadan chiqar ekan, endi ketidan chiqmoqchi bo'ldim. Ablah Farhodning qo'llarini olib tashlolmay qoldim. Eshikdan yana soya ko'rindi-yu, Farhodni shu qo'llariga ilk bor rahmat dedim. Ali keldi. Yana men tomon kelib nimadirni kiyimlarimiz oldiga soldi. So'ng bizga teshib yuborgudek qaradi. Buni his qildim. So'ng u chiqib ketdi. Qiziq, nima solgan ekan? Tonggacha poylab yotdim. U qaytib kelmadi. Ko'zim ilinay deganda qarashga qaror qildim. U meni kiyimlarimga tekkan, ammo hech narsa yo'q. Yonida Farhodning shimi turardi. Ilk bor erkak kishining shimiga qo'l suqdim. Suqdim-u kichik idishcha oldim. Ichida uning dorisi turardi. Aliga nimaga kerak bo'lgan bu? Miyamda g'alati narsalar kelar ekan, Alida gap ko'pligini seza boshladim. Nima qilyapsan? Farhod ko'zi ochilar-ochilmas qo'lida dorisini ko'tarib turgan Zuhrani ko'rib, ko'zlari qisildi. "Ber bu yoqqa." Farhod qizni siltagancha qo'lidan dorisini olar ekan, Zuhra qarshilik qilaman deya yiqildi. Dorilar yerga sochilib ketdi. Yerga tirsagi bilan tushgan Zuhraning ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Tirsagi qonar, Farhod uni emas, yerga sochilib ketgan dorilarni yig'ayotgan edi. "Nega teginasan?" Zuhra xonada baqirayotgan Farhodga qaramay yugurgancha hujradan chiqdi. Zuhra tilidan: "Umrim davomida hech qachon bu darajada xo'rlanmagan edim." Hujradan yugurib chiqdim-u, o'zimni daraxtlar orasiga urdim. Yig'lardim. Xo'rligim kelib ketdi. Odam emas, hayvon-u. Zuhra asta yurar ekan, biroz dovdiradi-yu, o'zini daraxt panasiga oldi. Qo'rqqancha ortiga qarar ekan, Ali suv bo'yida nimadirlar qilardi. Ali suvga nimadir oqizar ekan, Zuhra hammasini ko'rib turardi. Daraxtga suyangancha butun e'tiborini Aliga qaratgan Zuhra yelkasida suzrayotgan narsadan seskanib baqirdi. "Zuhra!" Ali qo'lini qoqqancha Zuhraga hayron qarar ekan, Zuhra daraxtdagi kichik ilon bolasiga qarab joni chiqib ketay dedi. "Ha, men aylanib yurgandim." Zuhra vaziyatni tushuntirmoqchi bo'ldi. "O'zing bu yerda nima qilyapsan?" "Menmi? Yuzimni yuvgani kelgandim." "Qachondan beri shu yerdasan?" "Hozir keldim." "Keldim-u ilon bolasini ko'rib qochib kelayotgan edim." Zuhra bahona to'qir ekan, Ali ma'noli qosh uygancha unda ketdik dedi. Farhod dorilarni yig'ib shimining cho'ntagiga qaytib solgan. Nima bo'lsa ham Zuhraga baqirmasligi kerak edi. Afsuslangancha katta o'rmon singari hududga qarar ekan, bir muddat uni kutdi. Endi oyoq kiyimini bog'lab yurmoqchi bo'lganda, butkul boshqa vaziyatga duch keldi. Ali va Zuhra: "Nima qilyapsizlar ikkingiz?" Farhod Zuhrani oldiga borgancha belidan asta qo'llarini o'tkazar ekan, Zuhra belini g'ijimlanayotgan katta kaftdan chidolmay ingrab yubordi. "Kulbaga kir." Majburlab itarib yubordi. Kulba tomon kirdim. Endi ustimga ko'zim tushdi. Liyamka va shortikdaman.
Shu holatda Aliga ko'rindimmi? O'zimdan uyalib ketdim. Egnimda oq ko'ylagimni qayta kiydim-u, tashqariga chiqdim. Alining asabi buzilgan, Farhodniki undan battari. Ikkovi ham sukut ila o'tirishardi. Sekin stol ustiga keldim-u, o'tirdim. Farhod men tomon surildi-yu, yana ham yaqinroq o'tirgancha oldimga yarim tayyor mahsulotlardan iborat bir nechta yegulikni uzatdi. O'zi esa Ali kabi nimanidir o'ylab o'tirardi. Bularning orasida gap qochganmi? Ovqatlanib bo'lishimiz bilan mehmonxonaga qaytib bordik. Seni esing joydami? Kirib kelishimiz bilan Farhod devorga qattiq tirab baqirdi. Men nima qildim? Aybimni bilsam-da, bilmaganlikka oldim. O'sha payt uzr so'rasam bo'larkan. Farhodning qo'llari sollarimni shu qadar qattiq siqdiki, dodlab yubordim. Buni u siqayotgan sollarimga ishora qildi. Narigi qo'li esa belimni qattiq siqdi. Bularni, umuman sendagi hamma narsani ergina ko'ra oladi, ahmoq. Nimangni unga reklama qilyapsan? Uning so'zlari quloqimga o'q kabi kirgani bilan jonim og'rir, yig'lab yalina boshlaganimdangina meni devordan uzoqlatdi-yu, qayta itarib boshni ushlab oldi. Xonadan chiqma, eshikni qulfla. Farhod va Ali alohida bo'lib chiqib ketishgan odamlar kechki kulib birga kirishdi. Xayrli kech, jonim xotinim meni. Farhod tik oyoqda turolmay Aliga osilib uyga kirdi. Mastmi? Farhod oyoqlari bilan tik turolmay o'sha yerdagi divanga qulab tushdi. Tushdi-yu, xirillab kula boshladi. U biroz ichgan, e'tibor qilmaysan. Ali jilmaydi-yu, yerdagi kostyumini olayotgan paytda Farhod uni qo'lidan tortib, gandiraklab o'rnidan turg'aza boshladi. U yiqilayotganda qo'lidan ushlaganimni bilaman, keskin itarib yubordi meni. Orqam bilan oynali stolning chetiga borib urildim. Sen meni do'stimsan. Farhod Alini quchoqlab oldi. Belim yomon urilgandi. Bu ikkalasiga qarab ko'nglim oza boshladi. Yotoqxonamga kirib ketdim. Ko'nglim qattiq og'ridi. Meni o'zidan itardimi? Marhamat suyukli do'sti qarasin. Eshigimni yopib yotoqxonamga kirdim. Endi nafas olib o'tirganimni bilaman, Farhod xonaga bostirib kirdi. Nima qilyapsiz? Qo'limga yopishgan Farhodga qo'rqib qarar ekanman, meni xonaga sudray boshladi. Xonaga kirdi-yu, meni yotoqqa itarib yubordi. Mening barcha narsam do'stimniki. Sen oramizni buzolmaysan. U nima deyotganini tushunmas ekanman. Xonaga egnida hech narsasi yo'q Ali kirib kelganda yuragim orqaga ketib qoldi. Yo'q deya Farhodga qarar ekanman, Farhod eshikni ortdan qulfladi. O'rningni bildingmi? Eshikka qattiq urar ekanman. Yotoqqa o'zini otgan Ali menga qarab gapirdi. Sen arzon fohishasan u uchun. Seni xotini sifatida hech qachon qabul qilmagan, qilmaydi ham. Sendan foydalanyapti. Bilasanmi, u bugun menga nima dedi? Ali o'rnidan turib Zuhrani oldiga keldi. Uni har gal kasali qo'ziganida kimdir yonida turishi kerak edi. Seni o'lja sifatida olganini nimadir bo'lsa, o'zing tushunding-ku, to'g'rimi? Yo yolg'onmi? Yaxshilab o'yla. Bu yerga kelgan oqshomingiz u senga hamla qilmadimi? Meni osib qo'ygan kechasini esladim. Ko'zlarimdan asta yosh to'lib oqar ekan, Alini keyingi gaplari yuragimni teshib tashladi. Hattoki seni menga beryapti. Tasavvur qilyapsanmi? Hozir seni menga berayotganini tushunyapsanmi? Zuhra, undan voz kech. Ma, buni ol. Ali qo'limga telefonini tutqazdi. Olda qaynonangga telefon qilib Farhod bilan ajrashaman deb ayt. Tugat nikohni. U eshikni ochib chiqib ketdi.
Qo'limda telefon, qo'shni xonada esa baland musiqa ovozi yangrar. Yetmaganiga Ali Farhod bilan uyga ayollar olib kelishgandi. Ularning kulgulari-yu ahmoqona ziyofatlari, Alining so'zlari qaynonamning raqamini terdim-u, go'shakni bosolmadim. Bossam bu azoblar tugaydi, ammo menda olinmagan qasos o'ti qolib ketadi. Alida nimadir bor. Bu so'zlarni ham bekorga aytmadi. Ko'rasan, sen ham Farhod, barmog'imda o'ynatmasam, Zuhra ismimni Fatima qo'yaman. Yig'lab o'tiradigan telba yo'q. Er bermoq, jon bermoq degan naql hozirgi vaziyatimga tushardi-ku, ammo menda sevgi, rashk degan tuyg'ular emas, faqatgina qasos bor. Bizning oramizda faqatgina qasos. Agar qasosim shuni talab qilsa mayli, uni rashk qilgandek tutay o'zimni. Kulsa ham roziman. Oxirida men kulishim uchun hozir mayna bo'la qolay. Eshikni ochib chiqdim-u, xonada faqat Farhod va allaqaysi chet ellik qizil sochli olmaxon borligini ko'rib, ichimdan tutoqdim. Ali o'zining uyiga chiqib allaqachon ishini boshlab yuborgan, Farhod esa endi boshlamoqchidek edi. Boshlab ko'rsinchi. O sen, bordim-u o'sha qizni sochiga yopishib ketdim. Kiyim deyishga uyaladigan kiyimi bilan o'zini bozorga solayotgan qiz meni ko'rishi bilan Azroilni ko'rgandek bo'ldi-yu, qochishga ulgurmadi. Mushtumdek kuchi ham yo'q ekan, o'zim Azroiling bo'laman. U qizning sochlarini tortib, u yoqdan bu yoqqa arang sudrab tortar. Orada boshiga qancha urganimni bilmayman. Anavi sassiq olmaxon ham ovozi qirilgudek rosa baqirdi. Battar bo'l. Shunaqalarni deb nechta oila buzilib ketgan. Oxiri Farhod bizni ajratib oldi. Meni ko'tarib burchakka keskin tortdi. Ba'zor ajraldim-u, anavuni qizil sochlarini ham yarmini olib oldim. Sassiq olmaxon yerda qaltiragancha nima bo'layotganini tushunmas ekan, yana tashlanish uchun oldinga sapchidim. Ammo Farhodni qo'llaridan chiqa olmadim. Mast erim xuddi qishloqda amakim qanday sigir mollarini tinchlantirsa, meni ham shunday tinchlantirardi. Posh jonivor bo'ldi. Ko'zlarim moshdek ochilib ketdi. Nima? Miyamga darrov sog'iladigan sigirlar kelar ekan, Farhod menga qarab irjayib turardi. Anavi olmaxon ham asabga tegib nimadirlar deb yig'lar. Oxiri o'zimni tutolmay uni xonadan quvib solar ekanman. O'z tilida har holda menga rahmat demayotgani aniq edi. Tirnoqlarim orasida qizil soch tolalari qolib ketdi. Jirkangancha o'sha sochlarni oldim-u, menga qarab kuydirgan kalladek ijrayib turgan Farhodning ko'ziga yopishtirib qo'ydim. Mendek ayolni qadrlamasangiz ko'r ekansiz. Ortiq bir so'z demay xonam tomon ketar ekanman, Farhod bir daqiqaga qolmay kirib keldi. Endi duxum ketib, nimalar qilib qo'yganimni tushuna boshladim. Posh jonivor, u yana asabimni buzib men tomon kelar ekan, ko'ksidan keskin itardim. Uni orqaga ketishini kutdim-u, u bilan o'zim ham yerga gursillab yiqildim. Katrinni haydading, endi o'zing uni o'rnini bosasan. Uni tilidan shu so'zlar chiqar ekan, tilim kalimaga kelmay qoldi. Bu yog'iga Farhodni o'zi harakat qila boshlar ekan, Farhodning qo'lida ukol izlariga ko'zim tushdi. Bekorga emas ekanda, ichim g'alati bo'la boshladi. Ablah Ali. Zuhra bu odamga tikilib, ichi ezilib ketdi. Sen o'zi kimsan, Farhod? Dostonlarda seni madh etib maqtashadi. Qahramonligingni osmonlarga qadar yetkazib kuylashadi. Ammo qani? Yuragim to'lib xonaga singib ketdim. Balida eng go'zal xotiralarimiz bo'lishi mumkin edi. Axir bu asal oyi, bunga yetgan bir yetmagan bor. Oddiy misol amakim va kelinoyim sevishib turmush qurishgan bo'lsa-da, biror marta o'sha loy ko'chali qishlog'imizdan nari ketishmadi. Asal oyiga qishloqdan hayo qilamiz deya yaqin yo'lashmasligini aytmasa ham bo'ladi. Ammo ularda halovat bor edi. Ular bir-birlarini
ko'ksilariga boshlarini qo'yishsa halovat topishadi. Men esa bu manqurtni ko'ksiga boshimni qo'ysam faqat o'ylanaman. O'ylarim o'zimni yeb ich-ichimdan kemirib, tunni bedor shunday uyg'oq o'tkazib-turardi. Qachon menda ham shunaqa bo'ladi? Qasos olingandami? Opamni qasosini olsam ichimdagi otash so'nib ketarmikin? Robbim menga yo'l ko'rsat. Qo'llarimni duoga ochdim. Farhod men deb o'ylab yostiqni quchoqlab yotibdi. Oy nurlari yuziga tushib turar. Benuqson yuzi ismiga mos Farhod. Ey Robbim, menga to'g'ri yo'l ko'rsat. Qasos olishimga o'zing yordam ber. Men uni sevib qolmay, uni nima qilsang ham sevib qolishimga yo'l qo'yma. Sevmay men uni, faqat sevib qolmay, qalbimga buyruq bera olmayapman. U dori ichganida o'zini qanday tuta olmasa, uni boshqa ayollar bilan ko'rganimda men ham o'zimni shunday yo'qotib qo'ydim. Sevdirma uni menga. Zuhra shunday o'ylar bilan 1 soatga yaqin oyoqlarini yig'ib olgancha yotoqda bedor yotardi. Tong saharga yaqin uxlab qolar ekan, qancha uxladi bilmaydi, tashqarida g'o'ng'illagan ovozlardan o'ziga keldi. Bu Alining ovozi edi. Asta quloq solib yotar ekanman, o'ylarim to'g'ri chiqdi. Ali meni o'ldirmoqchi. Shunchaki dengizga cho'kib ketishim ham oddiy sabab Farhod. Yoki balida adashib zaharli nimadir yesin. Menga qara, hozir yoki hech qachon. Nafasim bo'g'zimga tiqlar. Hozir Farhod keyingi gaplarida meni qanday gumdon qilishni aytishni kutib turardim, ammo hozir emas Ali. Bu nima deganing Farhod? Bilib qo'y, uni tirik saqlash bilan allaqachon o'zingga qamoqqa yoki jinnixonaga yo'llanma tayyorlayapsan. Yana biroz davom etgan suhbat tugagach, Ali xonadan jahl qilib chiqib ketarkan, men hayron qolgandim. Kechagina Farhod menga shunday muomala qilgandiki, xuddi men ko'chadagi keraksiz bir daydi itdek. Ammo bugun Aliga shunday qarshilik qildiki, bugungi Farhod kechagisi bilan yer bilan osmoncha farq qilardi. Ali u Farhodga qanday og'u berdi ekan. Zuhra hayollar dengizida suzgancha yotoqda yotarkan, xonaga allaqachon kirib kelgan Farhodni sezmadi ham, toki u gap boshlamaguncha. Ertaga uyga qaytamiz. Birdan eshitilgan yo'g'on ovozdan joyimdan uchib turdim. Nahotki, menimcha men uddaladim. Maxluq bilan safardan tirik qaytaman. O'zimga o'zim ishini olmayapman, o'lmadim. Ammo undan oldin onamning istagini bajarish kerak xotinjon. Biroz oldin miyamga kelgan har bir so'zimni qaytib oldim. Damim ichimga tushib ketgandi. Farhod aytayotgan onamning istagi nimani anglatishini miyamni teshib o'tgandek ayon. Nabira masalasi. Farhod. Hozir butun umr esingda qoladigan xotiralarni ering senga baxsh etadi, azizam. Zuhra tilidan. Farhodni balki o'zgacha insonlar deb o'ylaganimga yo'q, aniqrog'i uni inson deb o'ylaganimga hayronman. U aniq o'sha manqurt maxluq. U onasi uchun emas, nafsi uchun mendan foydalanmoqchi xolos. Ayni damda uni changalidan qutqaradigan nima bo'lsa ham iltimos, yordam. Bu nima? Qonmi? Farhod qaltiragancha o'zini chetga oldi. Bu nima? Qonmi? Oppoq pastel qirmizi rangi kirarkan, Zuhraning og'riqdan ingrashi endi qulog'imga kira boshlagandi. Birdaniga boshimda og'riq turdi. Qo'limdagi qon ohista o'tmishga qaytarib qo'ydi meni. Bir necha yil avval. Ota iltimos urmang, yetadi dadajon, jonim boricha baqirar ekanman. Otam 16 yoshli o'g'lini urishdan to'xtamasdi. Yelka va bel qismimni allaqachon momataloq qilib yuborgan kamarning zarbi tobora kuchaysa kuchayardiki, to'xtay demasdi. Dadasi o'ldirib qo'yasiz, bo'ldi. Axiri ko'zlari qonga to'lgan dadamni to'xtatgan oyim meni to'sib qolaman deb bir necha bor kamar zarbidan jarohat olib ulgurgandi. Sen yaramas itvachcha hali o'z singlingni xonasiga tunda yashirincha kirishga urindingmi?
Shu darajada tubanmisan? Sen, otam yana meni savalarkan, meni javobimni eshitishni ham istamasdi va birdan zina tepasida barchasini kuzatib turgan ikki singlimga ko'zim tushdi. Ularning yuzida na rahm va na qo'rquv bor edi. Lablari tabassum ila keng yoyilgan holda tomosha qilib turishardi. Ayt o'g'lim, unday qilmadim de, azizim, axir u o'z singlisiga yomonlik qilarmidi? Otam onamni eshitmasdi. Meni esa bir so'z deyishga ham holim qolmadi. Otam meni sudrab yerto'laga olib keta boshladi. Aqling kirmaguncha shu yerda qolasan. Ha, ayni qishning qahraton chilla davrida muzdek yerto'lada naqd bir hafta qolgan edim o'shanda. Ammo nega singlim o'sha kuni yolg'on gapirdi? O'sha kecha. Endigina uyga kirib kelarkanman, singillarimning xonasi yonidan o'tayotib, g'alati ovozni eshitdim. Sekinroq, sekin. Singlim, yaxshimisan? Xona eshigini bir marta taqillatib dedim. Javob bo'lmagach, ichimda nimadir noto'g'ri degan gumon paydo bo'ldi-yu, xona eshigini tepib ichkariga kirdim. Aka, yotoqda singlim yalang'och yotar. Xona betartib va qishning o'rtasida xona derazasi ochiq edi. Rangi oqarib ketgan singlim men bir so'z demasimdan birdan bor ovozda baqira ketdi. Dada, aka unday qilmang, menga tegmang. Singlim nega unday deyotgani-yu tushunmas ekanman, orqamdan otamning so'kingan ovozi keldi. Farhod, hayvon. Dada. Hozir o'tmishning og'riqli xotiralarini eslarkanman, birdan qornini quchib yig'layotgan Zuhraning ovozi meni reallikka qaytardi. Sharmanda, nega kechadan beri belim tinmay og'riganini endi tushundim. O'sha kungi holatlar endi kelar ekan. Buni Farhod ko'rishi, yerga tiriklayin ko'mdirib yubordi meni. Farhod qizni qay holatda bo'lganini tushundi-yu, keskin yuzini burib xonadan chiqib ketdi. Miyasida esa hamon singlisining tuhmati oqibatida shu ahvolga kelib qolganini asta gavdalanib, boshida kuchli og'riq turdi. Otasining nafrati yuzaga chiqqan kun. Yurib yuvinish xonasiga kirdim-u, uyatdan qizarib ketdim. Yerga cho'kalab oldim. O'zi hamma yerim og'rib turganda bu ish ortiqcha edi. Shu yer ochilsa-yu, men kirib ketsam. Yarim soatdan oshiq o'tirdim. Uyalib ketdim. Bir mahal eshik taqilladi-yu, Farhodning bo'g'iq ovozi eshitildi. Chiqasanmi? Yoki yotib qolasanmi o'sha yerda? Chiqyapman. Oynaga qaraganimda yuzim pomidordek bo'lib qolibdi. Farhod yotoqqa shiftga qarab yotibdi. Hattoki oyoq kiyimlarini ham yechmagan. Allaqachon uxlab qolgan edi. Farhod, hozirgina gapirgan odam qanday uxlab qolishi mumkin? Yana bir marta chaqirdim. Javob bo'lmadi. Xonada uni pishillab olayotgan nafasi eshitildi. Uxlabdi. Ertaga deb og'zini to'ldirib aytdi. Qayoqda? Buni ertasi tungi 2 ekan. Uflagancha yotoqqa borib yotdim. Unga qaramay deyman-u, baribir qarab qoldim. Uning mukammal yuzi-yu tanasi. Ko'zim bilan unga anqayib qolganimni bilaman. Shimi cho'ntagidan bilinar-bilinmas turgan oq idish ko'zimga tushdi. Yog'och uyda menga tashlangan dorilar qo'llarimga qancha buyruq bermay dori tomon talpindi. Ohista cho'ntagiga qo'l suqdim-u, dorini ola boshladim. Iltimos, uyg'onib qolmasin. Yuragim dukullab ura boshladi. Dorilarni oldim-u, nima qilarimni bilmay, yuvinish xonasiga tomon uchdim. Endi kiraman dedim-u, oyog'imni qattiq urib oldim. Ey Xudoyim, yuvinish xonasini qulfladim. Qo'limda dori. Telefonimni oldim-u, qidiruvga dorini yozdim. To'g'ri, barchasi to'g'ri ekan. U aqldan ozgan va ayni paytda narkoman ekan. Eshikni taqillaganidan qo'limdagi telefon pastga tushdi. O'lib qoldingmi bu yerda, Zuhra? Ali telefoniga kelgan SMSdan xiyla qoshini ko'tardi. Erga tegsa ham bosilmaydi bu qiz.
Telefonimni qo'limga oldim-u, suyukli do'stimning singlisiga dil izhorlarimni yoza boshladim. Rosti, na husnda va na farosatdan darak bor bu qizni necha yildirki o'zimdan sovuta olmayman. Ey, akangni bilasan-ku, u qachon xohlasa o'shanda qaytaman. Keyin sen bilan mehmonxonada obdon sog'inch onlarimizni bosamiz jonim. Faqat ana u ering tixirlik qilmasa bas, xabarni yubordim. Bir daqiqaga qolmay narigi tomondan xabar kela boshlarkan, telefonimni o'chirib qo'ydim. Chunki savollar aniq qachon ajrashaman, nega otamga meni sevishingizni aytmaysan, qaniydi bular menga qiziq bo'lsa. Farhodning xonasiga kirar ekanman, parvozga 2 soat qolgandi. Nima qilib bo'lsa ham Zuhrani tagini tugishim kerak. Farhodni aytishi bo'yicha u dorilarga teginishni boshlagan. Xudo biladi, laboratoriyaga borishga miyasi yetsa, dorilar alishganini biladi. Mayli endi, Toshkentda hal bo'ladi bu yog'i. Uchalamiz mehmonxonadan chiqar ekanmiz, politsiyachilarni bizni to'g'rirog'i Zuhrani yo'qlab kelganidan hayron qoldim. 4-qism tugadi.